Turqay ket. Turqay ket. Turqay ket. Tur ket. Oy ket. Yaxshilikcha. Oy yaxshilikcha. Bor yaxshilikcha. Yaxshilikchaga qoldimmi? Hozir shu turishingda ham bor ket. Ko'zim oldi qorong'ulashib ketdi. Ay xudo. Ay bu bolam bo'ldi. Akalar, xotinga qanaqa muomala qilganligimizni Alloh so'raydi. So'kkanmizmi nohaq, urganmizmi, zulm qilganmizmi, toqat ko'tarmay solgan, buyurganmizmi, islomiy muomala qilganmizmi, namozni o'qida targ'ib qilganmizmi, toqati ko'tarmaydigan narsani buyurmaganmizmi? Akalar, xotinlar erkaklarning yelkasiga qo'yilgan Allohning omonati. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hajjatul Vadoda oxirgi marta xutbasiga mana shunday bir mavzuni aytayotgan paytda ayollar haqida payg'ambarimiz qattiq vasiyat qilgan. Xotinlarga qilgan muomalamizdan Alloh taolo javobgar bo'lamiz. Farzandlarni yedirib ichirib kiydirib olmasdan ruhini ham tarbiya qilaylik. Katta bo'lganda Allohda yashaydigan bandalardan bo'lsin. Javob beramiz farzandlar ustida. Inson qo'l ostidagilarga javobgar. Qiyomatda mana shu imtihonda mana shu savol ham bo'ladi.